Assalomu alaykum, Infoaziya YouTube kanali ko'rishlari. O'sh shahrida Alipov restoranining oldida, Ahmet yo'lida, mana ko'rib turganlardek yo'llariga yangi asfalt bosilib, yangilanyapti. Zamzam qurilish kompaniyasi mana shu domda ikkinchi qavatida kvartira sotilyapti. Mana hozir O'sh uy bozor agentstvasining blogeri Ozodbek hammasini sizlar bilan tanishtirib o'tadi. Akalar, sizlarga yaxshi taklif bilan chiqamiz. Taklifni zo'rini qilamiz sizlarga. O'sh shahrida 78 kvadratlik kvartirani ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar akalar. Keling aka, bir qator buni ko'ring. Imzo romlarda Angle Vans dedim aka, ko'ryapsizmi? Shunday sifatli romlar bir qator ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi aka. Zo'r taklif bilan ikkinchi etajda bo'lib qoladi. Kommerskisini hisoblamaganda ikkinchi etajda. Agar kommerskisini hisoblasangiz, 3-etajda bo'lib qoladi. Akalar, ko'ryapsizlar. O'zi sizga lift kerak emas, domlarni bitgan shunaqa bambuk panellardan sifatli eng premium klassda qurilyapti. Buni ko'ryapsiz, liftlar уже qo'yilyapti. Sizga umuman lift kerak emas. Kvartiramizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda ya'ni ro'pparada bo'lib qoladi aka. Ro'pparada qo'shnilar уже remontni уже boshlashgan. Siz ham kelib remontingizni boshlasangiz bo'laveradi. Kelaverasiz aka. Ya'ni mana shu xonadonimiz bo'lib qoladi. Eshiklar ko'rasizlar, baquvvat eshiklardan bo'ladi aka. Eng qizig'i dokumenti chiqqan aka, dokumenti chiqqan. Kalit qo'lini turibdi. Sразу nomingizga оформление bo'ladi. Kirganimizda to'g'rida, ya'ni chap qo'lda shunaqa mehmonxona bo'lib qoladi aka. Aynigini ko'ryapsizmi? Ya'ni masjid tomonga qaragan bo'ladi. Ertaman saat bomdodda Xuftondan ishdan kelib mana masjiddan bor aka. Ro'parazda bu joyimizda, ya'ni parkovka bo'lyapti. Oldi tomonida aka. Qiziqqanlar sizlarga videoda oxirigacha ko'rsanglar, yaxshi taklif beramiz. Videoda oxirida aytamiz narxini. Kelasiz, remontni boshlaysiz. Уже mana to'klar kelgan, Wi-Fi simlar hammasi kelgan. Eng qiziq joyi bu yerda aka, ko'rasiz. Bitta, ikkita, 3ta, ya'ni dushovoga, sanuzulga joy ajratib ketgan. Mo spandiyni eshigini siz bu tarafga qo'yib olsangiz, bu yerda o'zingizga dushovoylik qilib olsangiz bo'laveradi. Bu joyimizni mana spandiy qilib olsangiz, buni balkoni bor. Balkonini bir qator ko'rsatamiz. Issiq suvlar kirgan. Aka, chiqib tashqariga bir qator ko'rsatib qo'ying-da. Balkoni, ya'ni O'sh City tarafga qaragan. Ko'ryapsizlar. Hamma yangi bozorga ham yaqin. To'g'rida mana Alipov. Lokatsiya вообще zo'r, shikalan joyda joylashgan aka. Domimiz eng O'shda 10 ta domlar to'plida bo'lsa, birinchilardan bo'ladi bu Zamzam. Aka, kiraverasiz. Ko'ryapsizlar, eshiklari, romlar baquvvat. Ancha bitta rom, bunaqa domlar, bunaqa romlardan ishlatishavermaydi. Eng qimmat domlardan remontga tayyor. Stashkalar ham qo'yilgan, shuni naluni ham qo'ymaysiz, ko'rasiz. Shuni parketni solaverasiz. Hamma yoq tayyorlab qo'yishgan bolalar. Bu yoqlarni ko'rsatdik. Endi bu yoqda mana kuxnyamiz joylashgan, ayollar sevgan, ya'ni kuxnya bo'lib qoladi. Vitishkaga joylar tashlab ketgan. Eng qizig'i mana gaz ham kelgan akalar. Gaz kelgan. Gazlarimiz kelgan. Уже kanalizatsiyaga, ya'ni moykaga, paro atablinlariga kelgan. Bu tomonimiz ham, ya'ni masjid tomonga qaragan. Ko'ryapsizlar akalar, bunaqa lokatsiyada doim bunaqa uylar, domlar chiqavermaydi. Domimiz bitgan, kiriblar remont qilaverasiz. Уже bir yildan ko'chib yashayverasiz. Agar xohlasangiz bu uyni siz remont qilib, ya'ni kvartiraga topshirib qo'ysangiz, ya'ni oyma-oy sizga pul kelib turadi. Agar bu sizlarga endi taklif, yaxshi taklif deganda sizlarga qanday taklif beramiz? Ya'ni bitta mashina sig'adi. Agar siz Aravon rayonida, biz hozir O'sh bilan Aravonda ishlayapmiz. Agar Aravon rayonida chekiz yoki uylaringiz bo'lsa, doplata qilib bu yerda olsangiz bo'ladi. 1 metr kvadrati $1000 deyapti. 78 kvadratli joyimiz. Qiziqqanlar срочный pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Olib kelib ko'rsatamiz. Kalitlari o'zimizda, dokumentida muammo yo'q. Sразу nomingizga оформление bo'ladi. Kelib remont qilasiz, yashayverasiz. Qachon suv kelarkin, qachon gaz kelarkin, kanalizatsiya qanday ulanarkin deyilmaydi. Akalar, domimiz bitgan mutlaqo. Qiziqqanlar срочный pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Agarda sizlar Infoaziya YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz
yoki O'sh shahrida, Aravan rayonida reklamaga chiqmagan uylar, cheklar hamda domlar sotib olmoqchi bo'lsangiz 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.